Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi sizlarni ogohlikka chaqiruvchi video kontentlarni tayyorlashda davom etadi. Demak, bugun sizlar bilan treyderlar haqida gaplashamiz. Treyderlar bo'lganda ham soxta treyderlar. Bugungi kunda barchamiz Telegram orqali muloqotga kirishamiz, Telegramdan keng foydalanamiz. Aksar Telegram guruhlarda pullaringizni qisqa fursatlarda ko'paytirib beramiz deb firibgarlar fuqarolarni aldashmoqda. Siz uning gaplariga ishonib, berilgan e'lonlarni ko'rib chiqqan holda ular bilan aloqaga kirishib, oldindan pullarni o'tkazib berasiz. Qisqa fursatdan keyin, ya'ni siz pulni qaytarib olishingiz muddati yetib kelganda firibgar siz bilan bo'lib o'tgan muloqotni o'chirib yuboradi va sizni qora listga solib qo'yadi. Telegram guruhlarda, ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, Instagram va boshqa platformalar orqali tanimagan, bilmagan odamlarga ishonmang. U sizga jimjimador bo'lgan takliflarni berishi mumkin. Ya'ni katta miqdordagi foydaga ega chiqasan, uyda o'tirib pul ishlang mazmunida sizga psixologik bosim o'tkazuvchi e'lonlarni beradi. U sizning nozik tomoningizdan tutgan holda o'ziga shu qadar ishontiradiki, sizdan maqsadi pullarni ko'chirib olish bo'ladi xolos. Pullarni ko'chirib olgandan keyin hech qachon pullarni qaytarib bermaydi. Yunusobod tumanida Shuhrat ismli shaxs fuqaro bilan ko'rishib, pullarni sarmoya qilish orqali ko'paytirib olishga ishontirib, 100 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni oladi va o'z ehtiyojlariga sarflab yuboradi. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugungi kunda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Unutmang, aziz fuqarolar, ogoh bo'ling. Tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi. Mana shu jihatlarga e'tibor bering. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali siz bilan muloqotga kirishgan begona shaxslarning aldovlaridan ehtiyot bo'ling. Shunday ekan, sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali shunday takliflar bildirilayotgan bo'lsa, darhol muloqotni uzishni tavsiya qilamiz. Agar sizni firibgarlar shu zaylda aldagan bo'lib, pullaringizga ega chiqqan bo'lsa, bemalol ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizning murojaatingiz o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi va qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Firibgarlardan ogoh bo'ling.